Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sovet davrini, qiyinchiliklarini ham, yaxshiliklarini ham ko'rdik. Sovet davlatini maqtab alqadik. Sovet davlatining qizil bayroqlarini ulug'lab o'pdik. Turli qiyinchiliklar, mashaqqatlarga uchradik. Qancha olim ulamolarimiz o'ldirildi, masjidlar buzilib vayron qilindi. Ulug' ajdodlarimiz Makkada turib, Ka'ba po'shtiga osilib, Alloh o'zing yurtimizga ozodlik ber, hurriyatlik ber deb qanchalari duo qilib, o'z yurtlarini ko'ra olmasdan mana bu dunyodan o'tib ketishdi. Bugungi kunda ham qancha yigitlarimiz chet ellarga, Rossiyalarga borib, turli qiyinchiliklarga erishganlari bor. O'zga yurtlarda katta yutuqlarga erishganlari bor. Hunari borlar, qo'lidan bir ish keladiganlar o'sha joylarga borib ham bugun eng peshqadam insonlardan, hunari yo'q, til bilmaydigan, turli ilmlardan uzoq bo'lganlar turli tuman qiyinchiliklarga duchor bo'lmoqda. Qanchalari o'lib kelayotganligi ham sir emasdir. Shuning uchun Alloh taolo bir ilhom berib, o'zimizni yurtimiz, o'zimizni xonadonimiz qanchalik ulug' ekanligi, vatan qanchalik go'zal ekanligini qalban his qilib ushbu she'rni yozgan edim. Inshaalloh sizlarni hukmingizga havola etmoqchiman. O'zgaga qul bo'lib to'q yurganingdan, yomonliging maqtab lof urganingdan, hurlikda olgan bir nafas yaxshi, mustaqil vatanda pok havas yaxshi. O'zgalar tilida gapirganingdan, ularning eshigin supurganingdan, yomon desalar ham o'z tiling yaxshi, eskiroq ersada o'z to'ning yaxshi. Mutelik dunyoda eng yomon illat, mo'ltirab turishing qayg'u va kulfat. Ruhing sindirmasin erksizlik ofat, ursa ham, suysa ham o'z eling yaxshi. Biz kattalar ko'rdik zorlik neligin, tahqiru kamsitish xorlik neligin. Siz bilmassiz balki orlik neligin, qiynasa so'ksa ham shu xalqim yaxshi. Do'stlarim ergashmang aslo yomonga, ishonmang ko'zlari och qahramonga. Tuzoqqa qo'yilgan quyruqdan ko'ra suvi qochgan qattiq qora non yaxshi. Bugun ozod yurtda olarmiz nafas, dunyo tan olmoqda bizni basma-bas. Tinchlik bayrog'ini ol, doim olg'a bos, o'zgalarnikidan bayrog'im yaxshi. Ko'p zamonlar begona bayrog'ini o'pdik, zulm istamlardan yiqildik, qo'pdik. Zimiston tunlarda ko'z yoshlar to'kdik, yurtimga hurriyat yarashgan yaxshi. Kim yurtiga agar xiyonat qilsa, xiyonati uchun mukofot olsa, avlodlarin g'am iztirobga solsa, g'aribiy ularning xorligi yaxshi deb mana shu she'rni bitganmiz. Albatta endi zulm ko'rgan odam zulmini ko'rdim deydi, qiyinchiliklarni ko'rgan odam qiyinchilikni ko'rdim deydi. Bugun bo'lmasa sirlar ertaga ochiladi. O'sha zamonning sirlari bugun ochildi. Bularni o'tgan zamonda ularni qilgan razilliklari tarixning zarvaraqlaridan joy oldi. Qancha qodiriylar, cho'lponlar bu dunyodan yurt ozodligi, hurriyat deb bu dunyodan ko'z yumib ketishdi. Shuning uchun ham demak Alloh taolo bizlarga bergan tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik, noz ne'matlarga albatta
qancha shukrimizni aytsak shuncha kam. Mana ko'rib turibsizlar Ukrainada bo'layotgan urushlarni, mana ko'rib turibmiz G'azoda bo'layotgan urushlarni, qancha odamlar turli qiyinchilik, uysizlik, mashaqqat, farzandlaridan, yaqinlaridan ajrab, turli qiyinchiliklarga, xorliklarga uchrayotganligini ko'rib turibmiz. Ana shuning uchun ham demak Alloh taolo bizga bergan mana shu hurriyat, ozod yurtda nafas olishligimiz, dunyo yurtimizni birma-bir tan olayotganligidan albatta faxrlanamiz. Sportchilardan deysizmi, ilmda deysizmi, hofizi kalomullohdan deysizmi, turli yo'nalishlarda albatta bugun bizni yurtda jahon tan olmoqda. İnşallah yaxshi duo qilsak, yaxshi mehnat qilsak, halol pokiza yurtga xizmat qilsak, yurtga xiyonat qilmasak, xalqqa xiyonat qilmasak, nafsimizni ustidan g'olib bo'lsak, albatta yurtimizning, hurriyatning go'zalligi eng dunyoda havas qiladigan go'zal yurtlardan bo'lishligi yaxshidir. Shuning uchun ham demak Alloh taolo bergan ne'matlarni shukronasini qilib, oqibatni unutmasdan halol, pok hayot kechiraylik. Alloh taolo bergan nozik ne'matlarni isrof qilmasdan o'z o'rniga qo'yib halol pokiza yashasak, Alloh taoloning kutilmagan yerlaridan barakotlar yog'iladi.